Assalomu alaykum. Bugungi kunda kasallik bilan kurashayotgan insonlar tabiiyki tezroq kasallikdan xalos bo'lishni xohlashadi va ming afsuski ko'pchilik insonlar kasallikdan xalos bo'la olmay kasallik bilan kurashib yashashmoqda. Xo'sh, kasallikdan xalos bo'lish uchun nimalarga diqqatimizni qaratishimiz kerak? Hozir men sizga kasallikdan xalos bo'lish uchun ba'zi bir foydali ma'lumotlarni berib o'tmoqchiman. Avvalambor men o'zim haqimda qisqacha tanishtirib o'tmoqchiman. Men psixolog Nilufar Ahmatovna 6 yildan buyon psixologiya sohasi bilan shug'ullanaman hamda insonlar salomatligi uchun ya'ni hech qanday dori-darmonlarsiz insonlarning kasalliklardan xalos bo'lishi uchun yordam berib kelmoqdaman va aynan mana shu sohada men yordam berishlik uchun shifo kurslarini ochganman. Alhamdulillah, judayam ko'plab natijalarga hozirgi kunda Allohning izni bilan erishib kelmoqdamiz. Xo'sh, kasallikdan xalos bo'lish uchun nimalarga diqqatimizni qaratishimiz kerak? Eng avvalambor siz bilingki, kasallik o'z-o'zidan paydo bo'lmagan va hozirgi kunda ko'pchilik insonlar dorixonalardan dori-darmonlarni sotib olayotgan insonlar haliyam ko'pchilikni tashkil etyapti va bunday insonlar, bilasizmi, tanasidagi kasallikni shunday qabul qilganki, go'yoki bu kasallik o'z-o'zidan paydo bo'lgan va faqatgina dori-darmonlar bilan kasallikni yengish mumkin degan fikr bilan yashab kelishmoqda. Lekin hozirgi kunda ilm fan rivojlangan va shu narsa ma'lumki, kasallik tanada o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Har qanday kasallik, men bu haqida judayam ko'p marotaba aytib o'tganman. Eng avvalambor insonning ichki holati, ya'ni ruhiyati bilan bog'liq bo'ladi. Har qanday kasallik va kasallikni davolash uchun faqatgina har doim ham dori-darmonlar yetarli emas. Ya'ni qachonki kasallik sababini o'rganganingiz sari tanangizdagi kasalliklarni shunchalik tezlik bilan yengishni boshlaysiz. Odatda kasallik sabablari nimalar bo'ladi? Tanamizdagi kasalliklarning asosiy sabablari bu bizning negativ his-tuyg'ularimiz. Misol uchun, judayam kuchli norozichilik, qo'rquv, vahima, kuchli xafachilik, nafrat, xuddi mana shu kabi hissiyotlar agar bizda tinimsiz ravishda davom etsa yoki kuchaysa, asta-sekinlik bilan ma'lum bir vaqtdan keyin tanada kasalliklar boshlanadi. Xo'sh, tanamizdagi kasalliklardan xalos bo'lish uchun tabiiyki eng avvalambor biz kayfiyatimizga diqqatimizni qaratishimiz kerak. Agarda biz tinimsiz ravishda asabiylashadigan bo'lsak, bunday holatda tanamizdagi har qanday kasallik yanada kuchayib boraveradi va bunda hech qaysi dori sizga yordam bera olmaydi. Va albattaki buni o'zingiz agarda bir necha yildan buyon siz kasalligingiz bilan kurashib kelayotgan bo'lsangiz, sezgan bo'lishingiz ham mumkin. Xo'sh, demak, eng birinchi navbatda asabiylashishni to'xtating. Undan keyingi qadam, agarda siz kasallikdan xalos bo'lishni xohlasangiz, kasallikdan xalos bo'lishim kerak degan fikrdan voz keching. Ya'ni, agarda siz doimiy ravishda kasallikdan xalos bo'lishim kerak degan faqatgina mana shu maqsadni o'zingizga qo'yar ekansiz, ishoning, aynan mana shu doim kasallikdan xalos bo'lishim kerak degan
fikr sababli sizdagi kasallik yanada avj oladi yoki yillab ushbu kasallikdan xalos bo'la olmaysiz. Ya'ni kasallikdan xalos bo'lish bu sizning asosiy maqsadingiz bo'lmasligi kerak. Mana, bilasizmi, agarda siz men kasallikdan xalos bo'lishim kerak deb o'ylaganingiz sari bizani tanamiz har doim bizani ongimizga bo'ysunadi. Ya'ni agarda men kasallikdan xalos bo'lishim kerak degan fikr sizda ertayu kech miyangizda aylansa, demak men kasalman degan bu yerda ong osti darajasida shunday fikr paydo bo'ladiki, sizda men kasalman degan informatsiya yotadi va aynan men kasalman degan fikr sizni tanangizni yanayam kasallikni davom etishiga va kasallikni rivojlanishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham men kasallikdan xalos bo'lishim kerak degan fikrdan voz keching va diqqatingizni kasallikka qaratmang. Qanchalik siz diqqatingizni kasallikka qaratganingiz sari aynan mana shu kasallik sizda rivojlanadi. Ishoning, qanchalik siz kasallikka diqqatingizni qaratmas ekansiz, kasallik rivojlanishdan shunchalik to'xtaydi va undan keyingi qadam sizni hayotingizda albattaki kasallikdan tuzalishdan boshqa asosiy maqsadingiz bo'lishi kerak. Qachonki sizda asosiy maqsad kasallikdan tuzalish emas, balki yana boshqa bir katta maqsadlaringiz bo'lsa, mana shunda tanangizdagi kasalliklardan ham tezroq xalos bo'lishni boshlaysiz. Agarda siz tunu kun faqatgina men kasallikdan xalos bo'lishim kerak, men sog'ayishim kerak deb harakat qilsangiz va sizda boshqa maqsad bo'lmasa, unda kasallikdan boshingiz chiqmaydi. Agarda sizda oliy maqsad bo'lsa, misol uchun qaysidir ishni boshlash, qaysidir ishlarni amalga oshirish va aynan siz mana shu ishlarni amalga oshirish bilan mashg'ul bo'ladigan bo'lsangiz va ko'proq diqqatingizni mana shu maqsadlaringizga qaratadigan bo'lsangiz, inshaalloh tanangizdagi kasalliklardan tezroq xalos bo'lishni boshlaysiz. Agarda siz tanangizdagi kasalliklardan hech qanday dori-darmonlarsiz butunlay xalos bo'lishni xohlasangiz, unda men sizni 10 kunlik onlayn shifo kursiga taklif qilaman.